Bugun nimaga dunyo bugun mana shu texnologiyalarga bu darajada sho'ng'ib ketyapti? Gigant kompaniyalar hammasi ziyonda ishlayapti. Shiddat bilan ketyapti. Shunaqa dahshatli darajada sun'iy intellekt uchun kurash ketyapti. Hozir ko'rib turgan barcha sun'iy intellektlarimiz oddiy sun'iy intellekt. Sun'iy intellekt personallashishi mumkinmi yani? 2030-2035-yilda super sun'iy intellekt chiqadi. 2030-yilga kelib bular foydaga kirish ehtimoli bor. Ertaga insonlarning o'ziga minusga ishlab qolmaydimi? Sizni telefoningiz eshitib turibdi. Bu aniq. eshitadi. Galaxy S26 chiqqan bo'lsa, har bitta ilovasiga sun'iy intellekt qo'shib yuborish. Siz bilan hozir masalan nimadir masalan ovqatlanish yoki fast food haqida gapirsak, ozginadan keyin Instagramga kirsak, haqiqatan ham fast food ko'payib qoladi videosi. Biz istaymizmi yo'qmi, bugun mana shu gadjetlar bizni o'rganadi, tadqiq qiladi. Ulardagi barcha funksiyalar bizni umuman olganda hayot tarzimiz, yashash sharoitlarimiz, qayerda yurganimiz barchasi haqida ma'lumotlar bor. Va afsuski bularning katta qismi bugun o'zimizda emas, ya'ni dunyoning boshqa yirik mamlakatlarida, ma'lumotlar markazlarida yig'iladi. Bugun sun'iy intellekt bo'yicha dunyoda texnologiyalar bozorida katta raqobat ketyapti. Xo'sh, mana shu jarayonda bizga bularning qanday ta'siri bor? Sun'iy intellektni kelajakda biz foydalanish va undan foydalanish siyosatida nimalarga e'tibor berishimiz kerak? Mana shular xususida suhbatlashamiz. Buning uchun esa studiyamizga Raqamli texnologiyalar vazirligi huzuridagi Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellektni rivojlantirish ilmiy tadqiqot instituti dasturiy mahsulotlarni sinovdan o'tkazish bo'lim boshlig'i Shahzodbek Yetmishboyevni taklif qilganmiz. Demak, birga bir suhbatlashamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Shahzodbek aka, shiddat bilan ketyapti. Shunaqa dahshatli darajada sun'iy intellekt uchun kurash ketyapti. Bugun juda katta obligatsiyalar bozori, mana har kuni kuzatamiz. Nasdaq deymizmi, SP 500 indekslari. Bularning barchasida sun'iy intellekt reytinglari yuritilyapti. Sun'iy intellekt bo'yicha gigant korporatsiyalar, yirik mamlakatlar, texnologiyalar bozorlari, umuman barchasi juda katta investitsiyalar tikyapti. Xo'sh, sun'iy intellekt biz oddiy shunchaki foydalanadigan mana shu chatbotlar yoki bo'lmasam video generatorlar, bular bugun nimaga dunyo bugun mana shu texnologiyalarga bu darajada sho'ng'ib ketyapti? Zavuddan aka, bilasizmi, hozirgi kunda sun'iy intellekt nima desam bo'ladi, ko'pchilik foyda tomonga olib chiqib qo'ydi, lekin aksincha katta gigant kompaniyalar, masalan, OpenAI, ChatGPT yoki Cloud, Anthropic va boshqa shu kabi gigant kompaniyalar hammasi ziyonda ishlayapti. Ya'ni nima sababdan? Asosiy foydaga ishlab turgan kompaniyalar bu Nvidia, ya'ni chiplar ishlab chiqaradigan hamda Google bulutli texnologiyalar bilan ishlaydigan kompaniyalar, bular juda katta foyda bilan ishlayapti. Lekin OpenAI, keyin Cloud kabi til modellari bular birgina 2025-yilga qaraydigan bo'lsak 8 milliard ziyonga ishladi. Ya'ni bu nima degani, ular hozirgi kunda katta chiplarni, Nvidia kartalarini sotib olyapti, ya'ni o'zining texnologiyani rivojlantirish uchun. To'g'ri, hozirgi kunda faqat rivojlanish ketyapti. Bularda qachon foydaga chiqishi haqida gapiradigan bo'lsak, 2030-yilga kelib bular foydaga kirish ehtimoli bor. Agar texnologiyalar rivojlanishi qanday desam bo'ladi, chiplar arzonlashmasa, ular hozirgi kunda sun'iy intellekt bilamizki, ko'pchilik birgina kod yozishi bilan bo'lmaydi. Bu uni orqasidagi infratuzilma juda ham qimmat turadi. Bular agar arzonlashmaydigan bo'lsa, bilamizki, bu kabi kompaniyalar yo'q bo'lib ketishi ham mumkin. Katta kompaniyalar yo'q bo'lib ketishi ham mumkin. Asosiy sababi infratuzilma qimmatligi. Bundan tashqari ma'lumotlar xavfsizligi ham bor. Ya'ni ko'plab shu til modellari deyiladi. Hammamiz kundalik turmushimizda masalan GPTda ishlatamiz yoki Gemini'da ishlatamiz. Bunga rasmlarimizni tashlaymiz. Lekin ko'plab davlatlar bunga qonunlar chiqarishni boshladi. Ya'ni shaxsga doir ma'lumotlarni taqdim etmaslik yoki uni qayta ishlamaslik. O'zbekistonda ham chiqdi. Bu axborotlashtirish qonuniga o'zgartirishlar kiritildi. Aynan bu kabi qonunlar ham, men o'ylash fikrimcha, bu kabi sun'iy intellektlarda ishlashga to'sqinlik bo'lishi mumkin. Ya'ni nima sababdan? Ular ma'lumot, ya'ni oziq bo'lmasa, o'z ustida yaxshi ishlay olmaydi. O'zimiz agar unga ma'lumot bermaydigan bo'lsak, vaholanki u o'z ustida ishlashni to'xtatadi. Ya'ni aytishimiz mumkinki, masalan, ko'pchilik ma'lumotlarimiz xavfli, tarqalib ketyapti yoki boshqa hozirgi kunda men o'ylashim bo'yicha ma'lumotlar xavfsizligiga doir ma'lumotlar ham
o'zgaryapti. Ya'ni sizni karta ma'lumotlaringiz, o'zingiz shaxsiy ma'lumotlaringiz, keyin pasport ma'lumotlari bular o'zingiz shaxsiy, lekin deylik, masalan, sizning rasmlaringiz. Ko'pchilik hozir rasmlarni qo'yyapti, Instagramda bor, Facebookda bor, Twitterda bor, Telegramga jo'natyapti boshqa odamlar gruppalarda. Bular ham ma'lumotlarda bazasi saqlanib bo'ladi. Bu kelajakda to'g'ri qaysidir insonlarga min solib kelishtirishi mumkin, ya'ni siyosat darajasiga chiqqanlarga. Keyin bundan tashqari xakerlar tomonidan har xil videolar ishlanib kelinmoqda. Masalan, nima deyishimiz mumkin? Bizda to'g'ri hali o'zbek tilida zo'r rivojlanmaganligi sababli masalan aksentlar bor, lekin rus tilida, ingliz tilida masalan sizni rasmingizni olib olishadi. Har xil masalan tanlov qilinyapti yoki qiyin xuddi avtohalokatga uchrab qolib turib sizni videongizni ota-onangizga jo'natishi mumkin. Ular keyin o'rtog'i sifatida sizdan ota-onangizdan pul olishi mumkin. Vaholanki bular yoshi katta odamlarni chuv tushiryapti hozirgi kunda. Sababi ular bas juda ko'pchilik hozirgi kunda masalan qaysi video real, qaysi video deepfake'ligini bilmayapti, ya'ni fake'ligini bilmayapti. Sababi masalan hozir dunyoda ham tahlikali vaziyatlar juda ko'p. Masalan, Instagramda ko'ryapsiz, qaysi video haqiqiy, qaysi video nohaqiqiy anglash qiyin, o'ta qiyin, ya'ni montaj qilib yuborilyapti, boshqa holatlar. Shu sababli o'ylashim mumkin, to'g'ri, ma'lumotlar kartasini saqlasin hozirgi kunda. Keyin pasport ma'lumotlari. Rasmlarni kerak bo'lsa boshqa holatda ham topib olish imkoniyati borda hozirgi kunda. Bilasizmi, keling siyosiy taraflama yuzlanaylik. Mana dunyodagi notinchlik vaziyatlarini aytdingiz. Bugun qaysidir mamlakatga bostirib kirishidan oldin yoki uni qaysidir sohalarda o'ziga bog'lab olish, qaram qilib olish uchun undagi barcha tizimlarni o'rganadi. Odamlar nima xohlaydi, nima yeydi, qayerga nechida boradi, barcha tizimlar, barcha o'sha tashkilotlardan tortib butun mamlakat qo'pol qilib aytganda bir skanerdan o'tkaziladi. Endi biz bugun o'zimizniki bo'lmagan dunyoning boshqa mamlakatlari tomonidan ishlab chiqilgan mana shunday ilovalardan ham foydalanyapmiz. Rasmlarimiz, videolarimiz, turli hayot tarzimizni qo'yib boryapmiz. Biz istaymizmi yo'qmi o'zimizning hayot tarzimizni u yerda targ'ib qilyapmiz. Va ular uchun bu to'g'ri, oddiy olganda bu konspirologiya bo'lib ko'rinishi mumkin, lekin bu juda katta ma'lumotlar tahlili markazlariga tushib ertaga insonlarning o'ziga minusga ishlab qolmaydimikin? Bu kiber jinoyatlar, mayda kartalardan pul yechish, bular eng kichkina ko'rinishi emasmi buni? Bular eng kichkina ko'rinishi, aytganingizga to'ppa-to'g'ri, lekin masalan mana shu birgina telefon hozirgi kunda Xitoyda, masalan Amerikada, Dubayda ishlab chiqariladigan bo'lsa, deylik siz birgina biron nimani gapirib qo'ydingiz, ko'chada sizga bir nima yoqib qoldi, o'sha narsa chiqishni boshlaydi. Bu ham albatta sun'iy intellekt, ya'ni sizni telefoningiz eshitib turibdi. Bu aniq eshitadi. Bu yashirish nimasi yo'q. Telefonda kuch ishlatadigan tashkilotlar ishladi. Balki boshqa tashkilotlar ishlatishi mumkin. Yashirish kerak yo'q. Bular to'g'ri kelajakda o'ta katta minusga olib kelishi mumkin agar o'zimizning milliy mahsulotlarimizni ishlab chiqarmasak. Sababi nimaga? Masalan, har bitta fuqarolarimizda masalan Xitoyning telefonlari yoki Amerikan telefonlari, iPhone yoki Samsung ishlatishadi. Bular kundalik turmushda har bittasiga hozirgi kunda masalan yaqinda Galaxy S26 chiqqan bo'lsa, har bitta ilovasiga sun'iy intellektni qo'shib yuborishdi. Bu nima degani? Sizni 100% o'rganadi. Har bitta masalan ichkaridagi qatlamni o'rganib chiqqandan keyin ular shu qatlamga moslashib ular rejalarni qurishadi-da endi. Har xil masalan deylik ma'naviy zarar yetkazish uchun yoki boshqa o'zini manfaatlari yo'lida xohlagancha ishlatishi mumkin. Ya'ni nima deyishimiz mumkin? Marketing yo'lida. Bizdagi ma'lumotlar yo'q. Ya'ni Instagramda to'g'ri odamlarning fikri, nimalarni analiz qilishimiz mumkin, lekin ularchalik ma'lumotimiz yo'q hozirgi kunda. Mana Xitoy ba'zi ilovalarni, oddiy chat ilovalari yoki kommunikatsion ilovalarni o'zini mamlakati uchun ichki ravishda ishlab chiqargan. Buni tushungan holatdami shunda? Xuddi shunday. Sababi masalan WeChat bor, o'zini Instagram bor, TikTok bor, o'zi uchun yaratilgan hamma narsasi bor. Sababi u yerdagi ma'lumotlar boshqa davlatlarga chiqib ketmasligi uchun. Ya'ni boshqa davlatlar
o'zini davlatiy fuqarolarni o'rganmasligi uchun, ya'ni bizni ma'lumotlarimiz hozirgi kunda fuqarolar ma'lumoti deyarli hamma davlatda bor. Bu ochiq narsa. Ya'ni Instagramni ishlatamiz, aytib o'tgandek, boshqa ilovalarni ishlatamiz. Oddiy to-do list va boshqa har bittasi saqlanishi mumkin-da. Va biz xalqimiz bo'yicha hamma ma'lumot ularda bor. Bu kelajakda bizga qarshi katta nimalarda ishlatilishi mumkin. Masalan, deylik, yoshlarning mafkurasini o'zgartirish uchun o'zgartirish harakat qilinyapti, lekin to'g'ri ko'plab ishlar amalga oshirilyapti. Ya'ni kitob o'qish hozirgi kunda deyarli ko'radigan bo'lsangiz 12 yoshdan 18 yoshgacha ko'pchilik kitob o'qimaydi. Hozirgi kunda Instagram ko'rib o'tiraveradi. Ya'ni 1 minutlik, 30 sekundlik qaramlikka o'rganib qolgan. Fikrlash yo'qotishni boshlayapti. Bu ya'ni boshqa yirik qaysidir ma'noda ikkinchi tomoni ham bor. Bu faqat geosiyosiy xavf sifatida emas, buni pul topish manbasi sifatida ham ko'rish mumkin. Global korporatsiyalar, global kompaniyalar uchun to'g'ri aytyapsiz. Endi bir masala bor. Bugun mana shu soha vakili sifatida o'zbek xalqi, yoshlar deymizmi yo kattalarmi, o'zbek xalqi davlatimizda qanday qilib bunday muammolarni istaymizmi yo biz Instagram ishlatamiz, istaymizmi yo videolarimiz juda ko'pchilik odat tusiga aylantirgan oilasini videolari, chaqalog'ini katta oila a'zolarigacha video, foto, hamma narsasi bor. Tug'ilgan kunlari bilan tabriklaydi. Barcha ma'lumotlar, masalan, familiya, tug'ilgan kun, kim oilasi a'zosi bor. Himoyalanish uchun eng maksimal himoya usullari qanday bo'lgan? Eng maksimal usuli birinchi o'rinda tashlamaslik. Siz ma'lumotingizni bermasangiz, sizning ma'lumotingizni ishlanmaydi. Bu qaysi ma'noda biz himoya qilishimiz mumkin? Davlat darajasida agar loyihalar ishlab chiqarilmagan bo'lsa, lekin hozirgi kunda o'zi ishlar amalga oshirish boshlandi. Ya'ni Telegram messenjerini o'zbekcha versiyasini yaratish, Instagram messenjerini o'zbekcha versiyasini. Biz shu messenjerlar milliycha qilganimizdan keyin u ma'lumotlar faqat o'zimizda bo'ladi. Bu birinchisi. Keyin qanday biz himoyalanishimiz mumkin? Masalan, biz ma'lumotlarimizni boshqa ma'lumotlar orqali, ya'ni siz tug'ilgan yilingizni yoki boshqa ma'lumotlaringizni birgina Gmail ochmoqchi bo'lsangiz, kiritasiz. Shu ma'lumotlarni ham noto'g'ri berishimiz kerak. Sababi siz birgina Gmailni o'zini bir nechta ilovalarga kirasiz-da. Masalan, Gmailga boshqa kiradigan bo'lsangiz, ularda ma'lumot bor bo'ladi 100%. Siz ma'lumotni yozmasangiz ham. Sababi siz bitta Gmailingiz o'zidan ularga kiryapsiz-da. Shu sababli ism familiyangizni noto'g'ri berishingiz mumkin, turar joyingizni noto'g'ri berishingiz mumkin yoki deylik tug'ilgan joyingiz, yillaringiz, shularni noto'g'ri bergan holatda ishlatsangiz bo'ladi yoki umuman bu ma'lumotlar bermasangiz ham bo'ladi hozirgi kunda. Deylik Gmailni generation qilib turib, o'zi Gmail yaratib beradi. O'sha Gmaillardan foydalangan ma'qulroq. Sababi sizni ma'lumotlaringizdan kam foydalanadi. Bundan tashqari, to'g'ri, baribir bitta muammo bor bizda, telefonlar muammosi. Maksimalni siz ma'lumotlar xavfsizligini bilan nima desam bo'ladi, saqlamoqchi bo'lsangiz ham, lekin siz telefoningizdagi ma'lumotlar baribir chiqib ketadi. Siz bilan hozir masalan nimadir, masalan ovqatlanish yoki fast food haqida gapirsak, ozginadan keyin Instagramga kirsak, haqiqatan ham fast food ko'payib qoladi videosi yoki qanaqadir texnologiyalarni. Bu baribir. Kelajakda masalan biz agar bu soha sun'iy intellekt, to'g'ri, hozirgi kunda yangi loyihalar qilinyapti. Masalan, startaplar qilinyapti, boshqa narsalar. Men o'ylashimcha bular vaqtinchalik. Ya'ni deylik 5-10 yil to'g'ri zo'r startaplar, yangi loyihalar qilinishi mumkin, lekin ilmiy tadqiqotlar qilinmaydi. Yangi tadqiqot yo'nalishlari umuman masalan deylik yangi bir nima ishlab chiqarasiz, tadqiqot qilib turib, loyiha qilib turib, matematik model boshqa qilasiz. Bular borib yo'qolib ketadi. Ya'ni siz miya ishlamaydi, kitob o'qimaydi, sun'iy intellektdan so'raysiz. Hamma ilovalar ishlab chiqarib bo'lingan, kunlik hayotingiz yengillab bo'lingan. Miyani ishlatgisi kelmaydi odamlar. Shunisi muammo bo'ladi. Yangi o'zini ustida ishlaydigan odamlar to'g'ri ma'lum miqdorda 1-2% qolishi mumkin, lekin
tadqiqot yo'nalishi yo'qolib ketish ehtimoli juda katta. Sababi hamma narsa muhayyo hayotingizda. Hamma narsa bor, lekin jonni qiynashga hojat yo'q. jonni qiynashga hojat yo'q. Shu bilan tadqiqot qilinmaydi, yangi narsalar ishlab chiqarilmaydi. Anada robotlar ishlab yuradi. Siz o'rningizga. Bu kelajakni hali menimcha insoniyatni 98 hattoki 99% hali tasavvur qilib ko'rgan yo'q. Mana 2030-yilga borib FIFA nima qilyapti? Robotlar bilan insonlar futbol o'ynaydi. Robotlar jamoasi bir tomonda. Xitoyda allaqachon futbol bo'yicha robotlar chempionati yo'lga qo'yilgan. Robotlar chempionati bu alohida-da, chunki nimaga robot bilan robot o'ynaydigan bo'lsa, bular o'zini algoritmida o'ynaydi-da. Lekin insonlar bilan robotni o'ynaydigan bo'lsa, bu robotlar bu insonlar xatti-harakatni o'qib turib harakatlanishi kerak. Xuddi insondek harakatlanishi kerak-da. Bu darajaga chiqish ancha qiyin, lekin 2030-yilga va'da berilyapti. 2030-yilgacha qilamiz deyapti. Texnologiya o'ta tez rivojlanyapti. Masalan, sun'iy intellekt 3 ga bo'linadigan bo'lsa, hozir ko'rib turgan barcha sun'iy intellektlarimiz oddiy sun'iy intellekt. Kuchsiz sun'iy intellekt. 2028-yilga borib kuchli sun'iy intellekt chiqishi mumkin. Ya'ni o'rta miqyosdagi oddiy sun'iy intellekt ham xuddi insonlardan o'tib ketgandek nazarda tutilyapti hozirgi kunda. Lekin mana kuchli sun'iy intellekt insonlar bilan bir xil bo'ladi. Super sun'iy intellektda aytishyapti, agar texnologiya hozir nazariy jihatdan isbotlangan, lekin texnologiyalar infratuzilma bunga yetarli darajada ega emas. Agar infratuzilma ham o'sha darajaga chiqadigan bo'lsa, 2030-2035-yilda super sun'iy intellekt chiqadi. Bu insoniyatda ancha oldinga chiqib ketadi. Ya'ni u kinolarda odamlar bilan robotlar qo'shilib yuradi-ku, xuddi shu holatga keladi. Qisqacha izoh berib keting, sun'iy intellekt personallashishi mumkinmi? Ya'ni o'zi unga yuklangan algoritmlardan chiqib, o'zi qarorlar qabul qilish, o'zi yangiliklar yarata olishi mumkinmi? Albatta, sun'iy intellekt o'zi shu narsa. Ya'ni mana insonni nimasidan, neyron tarmoqlardan ilhomlangan tarzda bu ishlaydi. Ya'ni hozir ko'rib turgan ko'p sun'iy intellektlarimiz bu sun'iy intellekt emas. Hamma sun'iy intellekt deyapti, lekin avtomatlashtirilgan narsalar ko'pi. Shunday. Ya'ni 70-80%, 20% sun'iy intellekt bo'lishi mumkin. Haqiqiy sun'iy intellektlar xuddi insondek fikrlaydigan, insonlar bilan bir xil qo'shilib yuradigan dasturiy ta'minotlar, robotlar yoki qanaqadir tizim bu haqiqiy sun'iy intellekt bo'ladi. O'zi personallashadi yoki masalan robot bo'ladigan bo'lsa, uni egasi bo'ladigan bo'lsa, xuddi shunaqa egasi bo'lishi mumkin, o'zini taqlid qilib yurishi mumkin. O'ziga bu fantastik tug'ilishi mumkin, lekin bilamizki 60-chi, 70-chi, 80-chi yillarda chiqqan kinolar biz uchun fantastik bo'lgan bo'lsa, hozirgi kunda real hayotda shu narsa. Shunday. Real hayotda. Shunday. Shahzodbek aka, sizga kattakon rahmat qimmatli fikrlar uchun. Mamaganda sun'iy intellektdan baribir qo'rqmaslik kerak. Faqat o'z modellarimiz bilan shu makonda menimcha kurashishimiz kerak va bu bo'yicha ham menimcha sohada ishlab ketyapti. Albatta, hozirgi kunda davlatimiz rahbari tomonidan ham juda katta tashabbuslar amalga oshirilyapti. Ya'ni bundan birinchisini aytadigan bo'lsam, 5 million sun'iy intellekt yetakchilari. Bunda albatta yoshlarimiz, umuman yosh kattalarimiz ham bepul kirib turib, bemalol o'rganishlari mumkin. Buni asosiy maqsadi nimada? Agar biz hozirgi kunda qaysi soha bo'lishidan tashqari, masalan, bank bo'ladimi, quruvchi bo'ladimi, qishloq xo'jaligi bo'ladimi, agar sun'iy intellektni o'rganmaydigan bo'lsak, sun'iy intellektni ishlatishni hech yo'q o'rganmaydigan bo'lsak, u nimalar fuqarolarimiz bo'ladimi yoki xodimlar bo'ladimi, 100% ishsiz qoladi. Ularning o'rniga sun'iy intellektni biladigan xodimlar keladi. Sabab nimaga? Birgina xodim agar sun'iy intellektni biladigan bo'lsa, copywriter bo'lishi mumkin. Rasm generatsiya qiladigan dizayner bo'lishi mumkin, video montajyor bo'lishi mumkin yoki yangi g'oyalar bilan takliflar olib berishi mumkin. Vaholanki 5-6 ta narsani bilgan xodim boshqa xodimdan ancha ustun bo'ladi. Albatta. Bu ustunlik ham beradi va
Ya'ni biz juda chuqur kirib ketib qoldik bugun. Geosiyosiy deganda o'sha oxirgi chuqur aspektlargacha qiziqib ko'rdik, lekin bugungi kunda odatda hayotimizda foydalanilayotgan o'sha asosiy chatbotlar, sun'iy intellekt tarmoqlari bular hozircha boshlanishi va bularni unaqa darajada xavf-xatari yo'q. Faqatgina ularni biz boshqarishni tashlab qo'ymasligimiz kerak. Albatta, oxirgi qarorda baribir inson omiliga qo'yishimiz kerak. Ya'ni masalan, biz o'sha axborotlashtirish qonuniga qo'shimchalar kiritildi. Masalan, sud tizimi yoki shifokorlar yoki bo'lmasam qaror qabul qiluvchi sohalar bo'ladi-ku, bular sun'iy intellektdan foydalanadigan bo'lsa, eng oxirgi qarorni baribir sudya yoki shifokor qo'yish kerak. Hech qachon sun'iy intellektni o'ziga qo'yib qo'ymasligimiz kerak bo'ladi. Shahzodbek, rahmat sizga. Kelgusi dasturlarda ham bu mavzu juda katta umuman olganda yana boshqa aspektlarga yo'q to'xtalamiz. Hozircha esa kelgusi dasturlarda ko'rishguncha deb qolamiz. Birga bir suhbatlarimiz davom etadi.